Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi Turkiyafon xizmatimizni Namangan viloyati Norin tumani To'dada xudo xolasa qilib berganmiz akalar. Xonadonimiz xudo xolasa polностью tashqari qismlari mana ko'rib turibsizlar, Turkiyafon bilan qilingan akalar. Bizani ham ko'ryapsizlar. Uy dizayn proyekti ham xudo xolasa juda ham go'zal bo'lgan ekan. Bu xonadonimizni polностью Turkiyafonlarni qilib berganmiz. Xo'p, 1 kvadratini atiga 150 ming so'mdan qilib berganmiz. Xo'p, xonadonimiz darvozaxona qismi bo'lgan, aylana holatda hovuz qilib qilganmiz. Hamda ichkari shapkalarimiz bir boshqatdan ko'rsatadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Polностью ichkari shapkalarimiz ham bo'lgan. Mana bu baland zdaniyamiz mana bitta, ikkita, uchta qismi xudo xolasa go'zal qilib, Turkiyafon qilib berilgan. Kimga mana shunaqa chiroyli Turkiyafon xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, sizlarga ham xonadoninglarga mana shunaqa Turkiyafonlarni qilib berishingiz mumkin bo'ladi akalar. Rovotxonaga rovotni baland qilib qo'yib bermanglar. Sababi biz bemalol hovuz qilolmay qolamiz. Mana bu joyimizda ozgina joy tashab ketilgan ekan, shuning hisobiga peshanadan kichikroq qilib hovuz qilganmiz. Shuning inobatga olib qo'yasizlar. Bu videoni uyga Turkiyafon qilmoqchi bo'lib yurgan tanishlarga jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa foydali bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Akalar, ko'cha tomonini ko'rsatish esdan chiqib qolibdi sizlarga. Ko'chamizni ham bir ko'rib qo'yinglar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda chiqqan. Xonadonimiz jami bo'lib 30 million so'm atrofida summaga hamma rasxodlar ichida qilib berildi. Agar summa sizlarga ham ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, bu videoda uyga Turkiyafon qilmoqchi bo'lgan insonlarga albatta jo'natib qo'yinglar akalar, ukalar. Ishlatilgan materialning kvadratiga pul olinadi Turkiyafonda. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Shunda kelishishimiz osonroq bo'ladi akalar. Masalan, joy 100 kvadrat bo'lsa, bu joyga 150, 160, 170, 180, 200 atrofida ketadi material.